Sizni tashlab ketgani uchun hech qachon afsuslanmang. Bilasizmi nimaga? Ular sizdek insonga loyiq emas. Menga juda ham ajoyib xotiralarni berdi va so'ng esa u shunchaki ketdi. Ishoning, juda oz qoldi. Hattoki ranjitgani ham topa olmaysiz. Glavningizda Photoshop rasmingizni ko'rib lichkangizga yozib oladigan darajada ochmasmiz. O'g'il bola bilan qiz bola hech qachon do'st bo'lmaydi. Shuni ikki qulog'ingizga qo'yib oling. Agar bordi-yu do'stmiz deb yurgan bo'lsa, bilingki albatta bittasi yaxshi ko'ragan bo'ladi. Faqat yetmaydi buni, bilasizmi nega? Yo'qotib qo'ymaslik uchun. Hech bo'lmasa do'st bo'lib bo'lsa ham yonida yuraydi. To'g'ri, men ayta olmadim sizga yaxshi ko'rishimni, lekin anglash qiyinmidi? O'zimni tutishimdan, qarashimdan, sizga gapirishimdan. Men-ku mayli, lekin siz qachon aytmoqchi edingiz? Qaylig'ingiz borligini, yaqinda to'yingiz bo'lishini. Baxtli bo'ling. Yana geçen geceler unutulup gider mi? Acılar birden biter mi? Bo'rilar hech qachon do'stini sotmaydi. Shunaqa gaplar. Qizi yoki yigiti tashlab ketgan do'stingning ustidan kulishdan ortiqroq rohat bo'lmasa kerak. Sog'intiraman deb unutilib ketmang. Unutilganlar yetarlicha. Xiyonat qilyapsiz deysan, boshqa bilan gaplashyapsiz deysan, ishonmayman sizga deysan. Nimaga ishonmaysan? Shuncha gaplashadigan qizlarim ishonyapti-yu. Sizlarda ham yoshliklaringizdan mahalladagi tog'alar seni dadangni Rossiyada o'ris qizi bor, o'ris o'g'li bor deb qo'rqitishganmi? Odam tushmas qor bo'ling dada. Haqiqiy yaqin inson bu, sizni o'tmishingizni tushunib, kelajagingizga ishonib, hozir esa borligingizcha qabul qilgan insondir. Savolni qichig'i kelaveramiz. Xalis. Aka bizdingiz video oling. Savol beraman, keyin olasiz videoingizni. Mayli aka, bering tezroq faqat. Tualetdan qo'rqasizmi? Kim qo'rqadi tualetdan? Nimaga kirsangiz chiqib qo'yaverasiz. Kiyimim kir bo'lishi mumkin, ammo qalbim emas. Kulgilarim soxta bo'lishi mumkin, ammo sevgim emas. Mehrga zor bo'lishi mumkin, ammo sizga emas. Sog' bo'lasiz. Do'sting kuldiradi, dushmaning yig'latadi. Faqat sevganing ham kuldirib, ham yig'latadi. Men bilaman-ta.